Assalomu alaykum do'stlar. Bizda yangi zakas Lola fason kachaligi. Bu ko'rib turganlaring Lola fasonni qolipi bo'ladi. Shuni ustida yig'iladi. Polni bukilganlar shu kesilgan 15 li 4 ga 4 li ichiga tushadi. Qolip yig'iladi. O'shunda chiroyli bo'lib, hech qatga bukilmasdan chiqadi. Ikkita bo'lsa 20 ta ketadi. 20 taga zagotopka qilindi, bukildi. Bukilish gradslari bir xil bo'ldi. Bu yerda qolgan detallarni ham, materiallarni ham kesib qo'yilgan. 170 lik, 160 lik bo'lib, qanday nima bo'lsa, qaysi material kerak bo'lsa. Endi razmerlar mana do'stlar, agar qiziqqanlar uchun o'sha kachalikdan o'zim yasayman razmeri bo'lsa deganlar uchun Lola fasonga skrinshot qilib qo'ysalardan bo'lardi. Q bilan U turgani Q qalin, 2 qalinda, U turgani 2 yupqasidan. U yupqa nimaga ketadi? Hozir eski kachalikdan ko'rsataman. Kecha kuni bitgan kachalik do'stlar bular. Mana o'tib ko'rsalaring, orqa tarafi tevasi. O teva taraf yupqa 2 lidan bo'ladi. Chunki materialda ushlab turadi xolos bu. Og'ir narsa tushmaydi bunga. Qalin 2 nimaga ketadi siz mana? Spinka sidinalarga ketadi. Shunaqa do'stlar. Bular sexdan kichkina obzor. Pressga ishlaydigan. Agar e'tibor bergan bo'lsalaring, YouTube'da, Instagram'da chiqib qolyapti. Tizalab olib, mana unga qo'lni qo'yib olib chiqib tushyapti. Moshina qolipi desa ham bo'ladi. Mashina ustida yig'ilsa, xuddi mashina narsa chiqadi. O'shunga qolib qolingan bunda. Apparatlarimiz pol avtomat, gazli. Gaz mashina ikkalasida qoldi, nari ikkalasi bo'shagan. Bu ham bo'shagan, nari ham bo'shagan. So'lga e'tibor beringlar. Bolalar yasashgan. Tashqarida atmosferani bir sizlarga ko'rsataman. Men bu YouTube uchun bu. Sovuq -3 bo'lyapti. Qorda balandligiga e'tibor beraverasizlar. 15 sm bor. Bugun birinchi qiladigan ishimiz shu Lola fasonda chekkasidagi bakavina noshkalarini xuddi shunaqa qilib kesib olish. Bir xil bo'lib, taydagidan bir xil bo'lishi kerak. Klonlari ustiga bir xil qilib qo'yiladi. Kesib olinadi. Bittasi kesildi. Hozir keyingilarni sekin kesamiz. 20 ta noshka bor. Bir maketni kesamiz bularni. Asrgacha bo'lgan ish, soat 4:20 bo'lyapti. O'sha 9 ta taklab qo'yildi. Bitta qoldi. Mana shu bittani yig'sam, o'sha polni rama tayyor bo'ladi. Noshka ramasi tayyor bo'ladi. Keyin sredniy ramasini qo'shib qo'yamiz, bo'ldi. Bugun kamida 2-3 tasini yig'ib yuborish kerak. Soat 4:20 bo'ldi do'stlar. Obedgacha bo'lgan ish. Bitta mana shu apparat ishlayapti. Shunda gaz qopti xolos. Bu 5 ta bombosh, ertaga soat ertalab 8 da kelaman deb boshlanadi. Hozir shu ishlayapti. Bu ham qachon tugaydi, qachon maskasi. Soat 5:30 bo'ldi, shom. Bugungi ish tugadi, ish to'xtaydi. Ertalab 8:30 dan kechki 5:30 gacha ish bo'ldi. Mashina bugun svarka qildim. Buni yig'ildi.